Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat tezkor xabar. Shavkat Mirziyoyev Toshkentda Valentina Matvenkani qabul qildi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Shavkat Mirziyoyev 7-aprel kuni Parlamentlararo ittifoqning 150 yubiley assambleyasida Rossiya delegatsiyasiga rahbarlik qilayotgan Rossiya Federal Majlisi Federatsiyasi Kengashi raisi Valentina Matvenkani qabul qildi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, uchrashuv avvalda davlat rahbari Valentina Matvenkani tug'ilgan kuni bilan tabriklab, unga mustahkam sog'lik, baxt, saodat va muvaffaqiyatlar tiladi. Federatsiyasi Kengashi raisi O'zbekiston yetakchisiga samimiy minnatdorchilik bildirib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi. O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalari ko'rib chiqildi. Parlamentlararo aloqalar samarali bo'layotgani yuksak baholandi. Oliy darajada erishilgan kelishuvlar ijrosi ustidan parlament nazorati bo'yicha faol hamkorlikni davom ettirish muhim ekanligi ta'kidlandi. Savdo-iqtisodiy sheriklik sur'atini ta'minlash, sanoat kooperatsiyasi loyihalari va gumanitar almashinuv dasturlarini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratildi. Markaziy Osiyo tarixida ilk marotaba Toshkent shahrida Parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley assambleyasi bo'lib o'tmoqda. 2024-yilning mart oyida Shveysariyaning Jeneva shahrida Parlamentlararo ittifoq bosh kotibi Martin Chungong va O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Narboyeva o'rtasida Pning 150-yubiley assambleyasini 2025-yil O'zbekistonda o'tkazish to'g'risidagi bitim imzolangandi.